Assalomu alaykum qadrdonlar do'stlar. Xudo xolasa biz bir apteka Vita aptekasini, ya'ni 99-yildan beri, 27 yildan beri ishlayotgan Ziyodulla aka aptekasini bir reklama qilib, ikkita tochkalari bitta joyda 5-mikrorayon Kurgavoyda bor ekan, ko'rsatib o'tamiz. Bu tochkasini o'tgan safar reklama qilib ko'rsatdik, videolarni ko'rgan bo'lsalaringiz, hozir mana bu yana bu ham ancha yildan beri ishlab turibdi, dorixona Vita. Bunisini ko'rsatib bir obzor qilamiz. Maqsad do'stlar, qadrdonlar, 7% skitkasi bor, 7% skitkasi bor. Kelgan vaqtlaringiz agar registratsiya qilinmagan bo'lsa, registratsiya qilinglar. Nech pul 700 so'm bo'lsa 70 so'm skitka qilib beradi do'stlar, birodarlar. Ham dastavka xizmatlari bor, nomerlarni qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqinglar. Qayerga bo'lsa ham, kerak bo'lsa Rossiyada ham, Qozog'istonga ham misol uchun dastavka qilib berishadi do'stlar, birodarlar. Hozir kiramiz, bir obzor qilib chiqamiz. Do'stlar, qadrdonlar, mana bankomatgacha olib kelib qo'yishibdi. Hamma sharoitlar bor. Mana bu tarafdan bir operatorimiz video qilib chiqadi. Polniy obzor qilib chiqing. Hamma narsa topsa bo'ladi. Iloyim kunlaringiz tayoqlarga qolmasin, lekin qo'l tayoqlargacha hamma narsa bor do'stlar, birodarlar. Yosh bolalar uchun, hamma uchun mahsulotlar topiladi. Mana kolyaskalarni ham ko'rsatib o'tdingizmi? Kolyaskalarni ham ko'rsatib o'tdingizmi? Kolyaskalargacha, mana detskiy mana bunaqa narsalargacha hamma narsasi bor, dastavka bor. Mana shu Ziyodulla akaning aptekalari, inshaalloh mana bu tarafga yana detskiy har xil pamperslari, shunga o'xshash mahsulotlar bor do'stlar, birodarlar. Qadrdonlar do'stlar, bu aptekani nima uchun ikkinchi marta reklama qilyapman? 27 yildan beri ishlaydi. Misol, ko'p joylarda topilmaydigan dorilarni topib berishadi inshaalloh. Moskvagacha dastavka qilib, agar topa olmasangiz Tojikistonda bo'lsa, nomer qo'yamiz, aloqa qilsangiz dastavka qilib yuborishadi. Do'stlar, qadrdonlar, sog' bo'lasizlar. Kim mana shu Vita apteka, ya'ni Ziyodulla akaning aptekalariga kirgan bo'lsa, inshaalloh kommentariyalarga yozib o'z fikrlaringizni bildiringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.